10-qism Xolid Husayniyning Ming quyosh shu'lasi kitobidan. Dastlab bir necha kun Maryam xonasidan chiqmadi. U har ertalab bomdod azonidan keyin uyg'onib, namozni o'qir, keyin yana ko'rpasiga o'ranib uxlardi. Rashid ertalab yuvinib ustaxonasiga ketishdan avval uning yoniga kirganida Maryam hali yotgan bo'lardi. U derazadan qarab, erining velosiped yukxonasiga tushlik solingan idishini chilvir bilan bog'lab, hovlidan chiqib ketayotganini ko'rardi. Kunduzi Maryam kam hollarda kravatidan turardi. U faqat zerikib ketgandagina oshxonaga kirib, turli tortmalarda turgan qoshiq, sanchqi va boshqa ro'zg'or anjomlarini ko'zdan kechirib chiqardi. Qishloqdagi kulbasida muayyan bir paytda qorni ochiqardi. Bu yerda esa ochlikni kamdan kam his etardi. Unga nonushtadan qolgan guruch va suvi qochgan nonning o'zi yetib ortardi. Derazadan ko'chadagi bir qavatli uylar, hovlida kir yoyilgan, bolasini opchilab yurgan xotinlarni, donlab yurgan tovuqlar va kavish qaytarayotgan sigirlarni bemalol ko'rish mumkin edi. Kech kirishi bilan Maryamni xavotir bosardi. Ishqilib bugun kechqurun Rashid o'zining erlik vazifasini bajarishga kirishmasmikin degan o'y unga tinchlik bermasdi. Kravatga cho'zilgancha erining kechki ovqatni yeb bo'lib, xonasiga chiqishini yuragi bezillab kutardi. Ovqatni yeb bo'lgach, Rashid albatta uning qorong'u xonasiga bosh suqardi. "Uxlayapsanmi? Hali soat 7 bo'lmasdan-a? Uyg'ondingmi?" "Uyg'oqman." Maryamning bu ovozidan keyin eri xotirjam tortardi. Rashid eshik kesakisiga suyanganicha sigaret buruqsitar, kunning qanday o'tganini, tashqi ishlar vazirining o'rinbosari buyurtirgan makasining pulini to'lab ketganini, polshalik diplomat xotini bilan sandal tiktirayotganini erinmasdan aytib berardi. Keyin Rashid oyoq kiyimlari bilan bog'liq irim-sirimlarni suv qilib ichib yuborgandi. Poyafzalni kravatni tagiga qo'ymaslik kerak. O'limni chaqirgan bo'ladi. Birinchi chap oyoqqa kiymaslik kerak. Janjal chiqadi. Botinka ipini bir-biriga bog'lab mixga osish ham yomonlik alomati emish. Umuman bunaqa irim-sirimlar juda ko'p, lekin men ularga ishonmayman. Shunchaki qiziqaman xolos. Ba'zida Rashid siyosiy yangiliklarni ham xotiniga hikoya qilib berishga urinardi. Ammo Maryam siyosatga umuman qiziqmasdi. Uning uchun eri tezroq sigaretasini o'chirib, xonasidan chiqsa bo'ldi. Faqat erining eshigi g'irchillab yopilganidagina uning ko'ngli orom topadi. Bir kuni u sigaretini o'chirgach, chiqib ketmadi. "Menimcha yetar, shuncha payt erkalik qilganing. Hali jomadoning dahlizda turibdi. Endi hammasiga ko'nikkandirsan. Bir hafta o'tdi. Sen esa ertadan boshlab o'zingni mening xotinimdek tutasan. Tushundingmi?" Maryam tishlari taqilladi. "Ha, tushundim. Bu boshqa gap. Sen nima deb o'ylovding? Bu yer senga mehmonxona, men esa karvonsaroy egasimanmi? Ey Xudo, men senga ko'z yoshini yoqtirmayman demabmidim, Maryam?" Ertasi kuni eri ishga ketishi bilan Maryam jomadondagi narsalarini shkafga joylashtirdi. Quduqdan suv olib, oynalarni artib chiqdi. Pollarni yuvib, burchaklardagi o'rgimchak to'rlarini tozaladi. Uyni tartibga keltirdi. Keyin oshxonada qutilar ichida qolgan qutgan sabzi, kartoshka va ozroq loviya topib oldi va qozonga soldi. Suprada qolgan bor un bilan xamir qorib, namlataga o'radi. Keyin ro'molini boshiga tashlab, kecha eri aytgan yo'nalish bo'yicha novvoyxonaga yo'l oldi. Odatda Qobulning ayrim mahallalarida ayollar uyda xamir qorib, pishirtirib olish uchun novvoyxonaga olib borishardi. Rashid unga o'rgatgan ko'chadan avval chapga, keyin o'ngga qayrilish kerak. Novvoyxonani topish qiyin bo'lmadi. Bu yerda bolalar va ayollar non yopib olish uchun navbatda turishardi. Xotinlar baland ovozda gaplashishar, hazil-huzul qilib kulishardi. Kimdir erining qimorbozligidan, yana kimdir qaynonasining zulmidan, boshqasi eridan pul undirolmayotganidan nolirdi. Maryam ajablandi.
Rostdan ularning erlari shunaqa notavonmikin, yoki er zotidan nolish xotinlar uchun xamir qorish, osh pishirishdek kundalik yumushga aylanib qolganmikin? Tez orada o'zi ham ularning safidan joy oladimi? Maryam navbatda turib, o'ziga nisbatan qiziqqon nigohlar, shivir-shivirlarni payqadi. Birdaniga kiftlarigacha terlab ketdi. Uning haromi ekani, otasi, oilasi uchun isnod keltirib, onasining o'limiga sababchi bo'lgani hammaga ma'lum bo'ldimikan? Shu choq kimdir uning yelkasiga shapatiladi. Maryam o'girilib qaradi. Qarshisida rangpar, qora soch, kulcha yuz, Maryamdan ko'ra etliroq, bag'baqasida katta xoli bor, moviy ko'zlari chaqnab turgan ayolni ko'rdi. Rashidjonning yangi xotinimisiz? So'radi moviy ko'zli ayol. Hirotdansiz-a? Voy muncha yoshsiz. Ismingiz Maryamjonmidi? Men Faribaman. Sizlardan 5 darvoza narida turamiz. Yashil darchali uy. Bu esa o'g'lim Nur. Bolakayning quvnoq yuzi, quyuq sochlari onasiga o'xshab ketardi. Salom xolajon. Nur 9 ga kirdi. Akasining oti Ahmad. Uning yoshi 13 ta, qo'shib qo'ydi Nur. Bolalarimni kattasi 40 ga kirdi, hazillashdi Fariba. Erimni aytaman, Dehi mazandagi Hakim mullan desangiz, hamma taniydi. Uyimizga yuring, qoqindiq bir joylashardik. Shu payt boshqa xotinlar ham chuvillashib Maryamni o'rtaga olishdi. Demak, siz Rashidning xotini ekansiz-da. Qobilga ko'nikib qoldingizmi? Hirotda mening amakivachcham yashaydi. Birinchisiga harakat boshlandimi? Qiz kutyapsizmi, o'g'il? Hirot minoralari zo'r-a? Birinchisi o'g'il bo'lgani yaxshi. Boqib oxiri bitta xotinga qo'shqo'llab tutqazasizda. O'g'il naslning davomchisi bo'ladi-da. Maryam shoshib qoldi. Nafas tiqilib, qulog'i shang'illadi. Ko'zi tinib, ortiga tisarildi. Biroq ayollar ihotasida qolganini payqadi. Maryam najot kutgandek Faribaga mo'ltirladi. Namuncha hammalaring o'rab oldilaring? Qo'yinglar, o'tib ketsin, yuragini yorasizlar-ku. Maryam xamirini ko'ksiga bosganicha izdihomni yorib chiqdi. Ko'cha bo'ylab ortiga yugura boshladi. Yo'q, u boshqa ko'chaga qayrilgan ko'rinadi. Bu ham yetmaganidek, orqaga qayrilaman deb toshga qoqilib yiqildi. Tizzasida kuchli og'riq sezdi. Yomonlat yemadingizmi, singlim? Tizzang qon-ku. Maryam o'rnidan sapchib turdi-da, yana yugurib ketdi. Yana bir burilish. Mana, ularning ko'chasi. Rashidning uyi qani? Maryamning ko'zlari yoshlandi. Darvoza-yi darchalar bir-biriga o'xshaydi. Manavi darcha yopiq ekan. Keyingisida tovuq, jo'jalar ko'rinadi. Ularnikida hech narsa yo'q edi. Hozir eri ishdan qaytgan. U esa uyini topa olmay sarson. Maryam yig'lamsirab duo o'qishga tushdi. Bu hovlimas, bunisi ham emas. Ha, mana topdim. Omborxona, ayvon, quduq, Xudoga shukr. Maryam ichkariga kirib, darchani tambalab oldi va devorga suyanib, ko'zlarini yumdi. Shu paytgacha o'zini bu qadar yolg'iz his etmagandi. O'sha kuni Rashid uyga qandaydir tugunchani ko'tarib keldi. U artilgan oynaga ham, yuvilgan polga ham e'tibor qaratmaganidan Maryam bir oz og'rindi. Ovqat ham qozonda tayyor edi. Sizga dol, afg'onlarning qiyma, yasmiq, ko'k piyozdan tayyorlangan an'anaviy taomi. Pishirib qo'yuvdim, dedi iymanib. Yaxshi, kel, ochman. Rashid qo'lini yuvib artgunicha oppoq dasturxon ustida bir kosa dol, bir taqsimcha qaynatilgan guruch turardi. Maryam eriga ilk bor ovqat pishirdi. Boya ovqat tayyorlayotganida ko'chadagi voqealardan ancha o'zini yo'qotib qo'ygandi. Ishqilib qo'li qaltirab, murch yo zanjabilni ko'p solib yubormadimmikin? Rashid bir qoshiq ovqatni og'ziga solguncha Maryamning nafasi bo'g'ilib qolayozdi. Ey Xudo, ovqat yemay kosani basharasiga otsa-chi? Issiq, ehtiyot bo'ling, arang pichirladi Maryam. Mazali chiqibdi, dedi Rashid. Sal tuzi ko'proq, lekin zo'r. Maryamning yelkasidan tog' quladi. Eriga ovqati yoqibdi. Ich-ichidan allanechuk yengillik his etdi.
ertaga yakshanba, istasang sen bilan Qobulni aylanamiz. U shunday deya boyagi tugunchani ochib, ichidan moviy chodira va uzun ko'ylakni oldi. Ko'pincha mijozlarim xotini bilan kelishadi do'konga. Hammasining yuzi ochiq, ko'zini lo'q qilib qarashdan ham toymaydi. Lablarini bo'yab, tizzasidan keladigan yubkalarni kiyib yurishadi. Ba'zan ularning oyoq o'lchamlarini olish uchun oyoqlariga qo'limni tekkizsam ham miq etmay turaverishadi. Erlariga ham farqi yo'q. Ular o'zlarini zamonaviy kishilar deb bilishadi. Or-nomusi toptalayotgani bilan ish ham yo'q. Rashid afsusnamo bosh chayqadi. Ular asosan Qobulning boylar turadigan qismidan. Ertaga men bilan borsang, o'zing ko'rasan. Lekin bunaqa benomuslar bizning ko'chada ham bor. Bittasi Hakim mullaning xotini, Fariba. Boshida bitta ro'molcha bilan shahar aylanadi. Erini bir pulga olmaydi bu xotin. U Maryamga qat'iy ko'z tikdi. Men bunaqa dayuslardan emasman. Bizning qavmda bitta noo'rin qarash bilan qon to'kilishi mumkin. Meni tushundingga? Maryam bosh irg'ab, erining qo'lidagi chodirani oldi. Ayni damda qarshisida ko'ngilchan, samimiy eri emas, irodasi safedko'h, qoyalardan mustahkam inson o'tirganini anglab yetdi.